Assalomu alaykum. Geometriya shaydolari. Demak, bugun darsimiz 4-mavzu bo'yicha to'g'ri burchakli uchburchak 8-test yechimlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'sh. Dastlabki birinchi misol. Bu yerda ABD to'g'ri burchakli uchburchak bo'yicha Pifagor teoremasini qo'llaymiz. Gipotenuza bu yerda 4 ga teng. Katetlardan biri 3 ga teng. 16 dan 9 ga ayirib tashlayman. Ildiz 7 hosil bo'ladi. Endi BDS to'g'ri burchakli uchburchak bo'yicha Pifagor teoremasini qo'llasam, x teng ildiz ostida 8, ya'ni 2 ildiz ostida 2 degani bu. Javobga to'g'ri keladi. Ikkinchi misolimiz bo'yicha Adan F gacha bo'lgan masofa A dan E gacha bo'lgan masofadan 2 marta katta ekan. Mana. Shuning uchun bittasini 2 aqvallik. Xo'p. Keyingi qiladigan ishimiz EFD to'g'ri burchakli uchburchakka e'tiboringizni qarating. Bu uchburchakda gipotenuza 10 ga teng, katetlardan biri 6 ga teng, ikkinchi bir kateter 8 bo'ladi. 2 a teng 8 olamizda, bu yerda a teng 4 bo'ldimi? Bitta masala. Endi mana bu to'g'ri burchakli uchburchakda tushyapti. Buni uzunligi 3a bo'lyapti. 12. Mana bu bo'lib tushyapti. 12. Ajratgan kesmalari mana bu tarafi 6 ga 3 qo'shsam 9, bu tarafi x bo'ladi. Qoida qo'llaymiz endi. X kira 9 teng 12 ning kvadrati. X teng hop 16 bo'ladi. Shu 144 9 ga bo'laversam. Uchinchi misolda to'g'ri burchakli uchburchakda balandlik ajratgan kesmalarni ko'paytmasi balandlikning kvadratiga teng. Yuqoridagi misol uchun ham ishlatdik. Shu qoidaga qo'yamiz. X minus 2 x plus 2 teng uni kvadrat 21. Hop, x kvadrat minus 4 teng 21, x kvadrat teng 25, x teng plus minus 5 chiqadi. Minusni olamiz. Geometriyada mana bu misollarda ishlanmaydi. Navbatdagi misol bo'yicha x uzunligini topishimiz kerak. Hop. 2 ga bo'lib olsam, 6 ga bo'lib olsam 1 bo'ladi. 6 ga bo'lib olsam 2 bo'ladi. 2 bilan 1 ga Pifagordan ildizda 5 bo'ladi. 6 ga ko'paytirib qo'ysak, B uzunligi chiqadi bu yerda. B dan C gacha bo'lgan masofa 6 ildizda 5. Endi h balandlik topishim kerak ekan. Balandlik qanday topiladi? Balandlikni qoidasi bor. A, B, C bo'lsa tomonlari. Balandlik topish uchun A ni B ga ko'paytirib C ga bo'laman. Shunda balandlik chiqadi. Shu qoidaga qo'yib topamiz. Bizda A'miz 6, B'miz 12, C'miz B'ga to'g'ri keladi. 6 ildizda 5. Qisqartirib olsam 12 irratsional vaqt qo'rsam 12 ildizda 5 taqsim 5 bo'ladi. Javob.
Navbatdagi misolimiz 5-misolda D'dan S'gacha bo'lgan masofa. D'dan D'gacha bo'lgan masofadan 3 marta katta deyapti. Endi desam bu 3 bo'lar ekan. Xo'p, qoida qo'llaymiz. To'rtni kvadratining eng ko'paytirilgan jami. N'ning kvadrati 4n kvadrat 16 n kvadratning 4 bo'lib qolyapti. Ma'lum bo'lyapti n teng 2 ga. X topishimiz kerak. Retkapga qo'yaylik. Ikki 6. Xo'p. Mana yuqorida qo'llagan qoidamizni x uchun ham qo'llaymiz. X kvadrati shu tomondagi proyeksiya ko'paytirilgan jamisi 8 ga. 6 kere 8 6 kere 8 48 16 kere 3 16 kere 3 degani izorsam x teng 403 bo'ladi. Javob. Navbatdagi misol bo'yicha x ni topishim kerak. 4 burchagiga. Xo'sh, qanday qilamiz endi? Xo'p. Buni uzunligi 8. Bundan 8 bilan shunday. Mana buni uzunligi 16 mi? Mana bu ham 16 bilan. Endi e'tiboringizga mana bu A, F, B nuqtalaridan tutashtirgan hosil bo'lgan to'rt burchak 3 burchakka qarang. Buni proyeksiyalar ko'paytmasi m ko'paytirilgan 16 teng bo'ladi 8 kvadratiga. M teng 64 ni 16 ga bo'lsam 4 bo'ladi. Demak, necha bo'ldi? 4. Endi A, F, S nuqtalar tutashtiringda bu ham to'g'ri burchak 3 burchak, yana 16 balandlik kvadrati proyeksiyalar ko'paytmasiga teng. Misol proyeksiyalar plus 8 plus n 8 ga bo'lib olamiz. 16 kere 16 8 ga 2 32 chiqyapti mana. Hisoblasam 32 chiqdi. X topishimiz kerak endi. Xo'sh. Pifagor qo'llab qo'yganlik. Bu tomon jami 40, bu tomon jami 20. 40 bilan 20 ikkalasi 20 ga bo'linsa, buni tomon 1 bo'lyapti. Bu tomon 20 ga bo'lganda 2 bo'lyapti. 1 bilan 2 ga ildizda 5, faqat 20 ga ko'paytirib qo'yish kerak. Navbatdagi misol bo'yicha xo'p. Ashtan chiziq tortamiz anasaga. Endi A, B, S to'g'ri burchak 3 burchak bo'yicha 7 bilan 24 ga Pifagor teoremasidan gipotezani topamiz. 24 kvadrat 24 kvadrati 576, keyin 49. 625, 625 dan 25 chiqadi. Asli 25 ga teng bo'ldi. Endi asli 25 bo'lgandan keyin yana 90
Endi A, E, S nuqtalar tutashdan hosil bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakka qarasangiz, 25 bilan 7 ga Pifagor teoremasi yana 24. Endi e'tiboringizni SE'da to'g'ri burchakli uchburchakka qarating. SE'da to'g'ri burchakli uchburchak bo'yicha ikkalasi ham 6 ga bo'linadi. 6 ga bo'linsa bu 3, 6 ga bo'linsa 4 bo'ladi. 3 bilan 4 ga Pifagor teoremasidan 5. Endi 6 ga ko'paytirib qo'yamiz. X teng 30 bo'ladi. Navbatdagi misol bo'yicha to'g'ri burchakli uchburchak A bo'lsa, e'tiboringizni ADS to'g'ri burchakli uchburchakka qarating. Gipotenzasiga tushgan balandligi ikkita kesmaga ajratib qo'yapti. 6 bilan 2 ga. Ikkalasini ko'paytirib ildiz olsam, hop, 2 ildiz ostida 3 degan balandlikka erishaman. X topishim kerak endi. X topish uchun hamma joyini topib tashlasa bo'larkan, qayerdan topishni o'ylayapman. Pifagor teoremasidan A, E, D burchak nuqtalarni tutashtiramiz. A, E, D. 36 ga qo'shaman 12 ni. 48. 16 ga 3. A'dan D'gacha bo'lgan masofa 4 ildizda 3 ga teng. Endi E bilan S'ni, E bilan D'ni tutashtiraman deb to'g'ri burchakli uchburchak 2 bilan 12 ga 4 16, D'dan S'gacha 4 bo'lyapti. Yana bitta qoida qo'llayman. A, B, S uchburchak uchun balandlik tushyapti. 403 buning kvadrati 403 ning kvadrati teng bo'ladi preksiyalar ko'paytmasiga. M kare 4. 16 ni 4 ga bo'laman. 4 3 ga ko'paytiraman. 12 m teng 12. A, B, D to'g'ri burchakli uchburchakka Pifagor teoremasini qo'llanib 144. Ikkalasi ham 4 ga bo'linadi. 4 ga bo'lsa bittasi 3, bittasi ildizda 3. 9 ga 3, 12. 2 ildiz ostida 3. 4 ga bo'laveradimi? 4 ga ko'paytirib qo'yaman demak. 8 ildiz ostida 3. Usullari ko'p ekan, bir qancha usuldan ketsa bo'ladi. Navbatdagi misol bo'yicha to'g'ri burchakli uchburchak X topishimiz kerak. Xo'p. Shu 12 ni kvadrati teng A dan E gacha bo'lgan masofa 603, keyin A dan C gacha bo'lgan masofa. Gipotenza shu qoida borda. Shu qoidaga muvofiq 6 kare 6, 6 dan qisqartirsam 6 taqsim ildiz ostida 3, 2 ildiz ostida 3. Ya, yozar edik. 12 kare 12 taqsim 6 ildiz ostida 3 teng AC. 2 4 kare 2 8. 8 ildiz ostida 3. 24 3 ga bo'lsa 8 ildiz ostida 3. Shunday. 8 ildiz ostida 3 bo'lsa, mana bu yerdan mana bu yergacha 6 ildiz ostida 3 bo'lsa, mana 2 ildiz ostida 3 qoladi. 2 ildiz ostida 3 qoladi. Endi ikkalasini ko'paytiraman. Ko'paytirsam 12, 12 ni 3 ko'paytirsa 36, 36 dan ildiz olsam mana bu yer 6. Mana bu yer 6. Endi BDS to'g'ri burchakli uchburchak bo'yicha balandligi kvadrati preksiyalar ko'paytmasidan qoidadan foydalanaman. M kare 6 teng 12 bo'lib qoladi. M teng 2 chiqadi bu yerdan.
X topishim kerak. X topish uchun yana qoida qo'llaman. X ning kvadrati teng 2 ko'paytirilgan 8. 8 kerakda 16 bo'lsa x teng 4 chiqadi. Sajjon. Xo'p. 10-savolda A, B, E to'g'ri burchak uchburchak bo'yicha gipotenuza 8, katet 8, gipotenuza 10. Yana bitta katet nechi bo'ladi? 6 bo'ladi. B dan E gacha 6. Xo'p. Endi buni uzunligi teng ekan. ABC to'g'ri burchakli uchburchak bo'yicha ABC to'g'ri burchakli uchburchak bo'yicha 17 ning kvadratidan 8 ning kvadratini ayirib yuborsam 9 ni qo'shib yuborsam 25. Yozib yuborsam keyin 3 kere 5 bo'lyapti, 15 bo'lyapti. 15 bo'lib qolar ekan. BC uzunligida. Endi 15 dan 6 ni ayiramiz. Mana joy 9 bo'ldi. Bu joy ham 9 bo'ldi. Pifagor teoremasini qo'llaymiz. 9 keyin B dan C gacha necha edi? 15 keyin x. Mana shularga Pifagor qo'llasa x teng 12 bo'ladi. Keyingisi 16. Test 13 test. Mana shu yerdan ko'raylikchi nima bo'ladi? Hop. Dastlab BFD uchburchak bo'yicha to'g'ri burchakli uchburchak, mana shu. Mana bu balandlik. Qoida qo'llasa bo'ladi. 3 ildiz ostida 2 ning kvadrati teng 3 kare BD. 9 kere 2 18. 18 3 ga bo'lsam 6. B'dan D'gacha 6 ekan. 6 bo'ldi. Bet necha bo'lib qoladi endi? 3 bo'lib qoladi. Ham balandlik ham mediana vazifasini bajaryapti. Bet ham shunga teng ekan demak. Mana bu bilan mana bu teng ekan. A dan D'gacha 5 degan. E'tiboringizga AD E to'g'ri burchakli uchburchakka qarating. Mana bitta kateti nechi? Bitta kateti 3. Bitta kateti noma'lum, gipotenuza 5. Bu to'g'ri bo'ladi. Balandlik to'g'ri ekan. Endi e'tiboringizga AEB to'g'ri burchakli uchburchakka qarating. Katetlari nima buni? 3 bilan 4. 3 bilan 4 ga 5. Mana uning uzunligi nechi bu? 6. Buning uzunligi nechi bo'ladi? 6 bo'ladi. Mana uchburchakka, to'g'ri burchakli uchburchakka. 6 ning kvadrati. Proyeksiya ko'paytmasi balandlik kvadratiga teng. To'g'ri bo'lyaptimi? To'g'ri bo'ladi. Yetam to'g'ri bo'ladi. Endi x topishimiz kerak. Mana shu uchburchakka qarang. Mana uchburchakka. Shu uchburchak bo'yicha yana xuddi shu qoidani qo'llaymiz. Mana bu betda 90 bo'ladi. Mana 90 gipotenuzaga tushirilgan.
balandlik bo'ladi. 4 kvadrat teng x ko'paytirilgan 6 ga. X teng 8 boshqacharoq ketsa ham bo'ladi. Keyin hozircha tushundilar? Keyingi misol. Mana shu ko'kni uzunligi nima? Ota nima deydi buni? Mediana deydi. Tushgan tomon teng 2 bo'lib qo'ysa, bu mediana bo'ladi. To'g'ri burchak 3 burchakda shu mediana gipotenuzani yarmiga teng. Uchala chiziq bir-biriga teng bo'ladi. Tushunarlimi? Endi bu yerdan balandlik tushiraman. Teng yonli 3 burchak bo'lib qoldi hozir. BDS. BDS 3 burchakda balandlik tushirsa, asosi necha bo'lib qo'yadi desa 2 ga bo'ladi. 16 ga 6 ni qo'shaman. 22. 2 bo'lsam 11. Bu 11. 11 bo'lishligi uchun bu 5 bo'lishi kerak. A'dan S'gacha necha debdi? A'dan S'gacha 24 ekan. A'dan D'gacha necha bo'ladi endi? A'dan S'gacha 24 bo'lsa, bu yerda 12 ekan. Bu yerda 12. Bu yerda 12 mi? 11 bilan 12 ga Pifagor teoremasi. Mana shu burchakda. 11 bilan 12 ga bir marta ayirib olaman, bir marta qo'shib olaman. Rizosida 23 bo'ladi. Nima 3 burchakka qarang. Mana shu 3 burchakka. Qaradingizmi? To'g'ri burchak 3 burchak. 23 u 25. Buni topishimiz kerak. 25 qo'shilgan 23. To'g'ri ildizda 3. Ildiz qo'ysa. Yani A'dan D'gacha masofani so'ragan. Tortib olamiz. Mana. Buni uzunligini nechiga teng? 12 ga teng. Shuni qarang. Tepa uchini bosib o'tgan masofasini qarang. B nuqtani bosib o'tgan masofasiga e'tibor bering. Yurdi. Mana shu tik kelguncha qancha masofa bosib o'tadi? Yuqori uchi. 3 masofani bosib o'tadimi? Pastdagi uchi ham shunga parallel bo'ladi. 3 masofani bosib o'tadi. Bu 12. Pifagor teoremasi qo'llaymiz. 12 ni kvadrati plus 5 ni kvadrati teng 169 ekan. 169 dan ildiz olib qo'ysak, A'dan uzunligi teng 13 bo'lib qoladi. Tushunyapsizlarmi operatsiya jarayonini? Navbatdagi misol bo'yicha x topishimiz kerak. Xo'sh. Qani ketamiz? A'dan D'gacha masofani topish kerak. Xo'p, dastlab BDS to'g'ri burchak 3 burchak bo'yicha gipotenuza topilsa nima bo'ladi? D'dan S'gacha nechi? 10. Hop, 2 ildizda 5 kvadrati plus 4 ildizda 5 kvadrati. Shularni qo'shib turib ildiz olsam, D'dan S'gacha masofa chiqadi. 4 kere 5 20, 16 kere 5 80. Jami 10 ekan. Xo'p. Endi
Meni topsang. Endi deydi-da 2/5 ning kvadrati teng bo'ladi n kara 10 ga. 4 kara 5 20 mi? N teng 20 ni 10 ga bo'laman 2. N teng 2 chiqdi. 2 bo'lgandan keyin n teng necha bo'ladi? 8 bo'ladi. Bu ham 8. Buni mana shuni uzunligini keyin SN uzunligiga ko'paytirib ildizasan. 4 chiqadimi buni? 4 chiqdi. Endi 8 bilan 4 ga Pifagor teoremasini qo'llayman. Ikkalasini 4 ga bo'lib olsam 2 4 ildizda 3 ekan. Mana uni jami uzunligi e gacha bo'lgani, a dan e gacha bo'lgani 4 ildizda 3 ga to'g'ri kelyapti. Va bundan n chiqib ketadigan bo'lsa x teng 4 ildizda 3 minus 2 bo'lib qoladi. Javob. Navbatdagi misol bo'yicha. Hop. Yaxshilab e'tibor berib qarasizlar, mana a dan uzunligi yarim. S dan uzunligi 4. Ikkalasini ko'paytirsam 2 ildizatsam mana uni beryapti. Demak bu nima ekanini, balandlik ekan degan xulosaga kelamiz. X topmoqchi bo'lsak, qoidaga qo'llab qo'yamiz. X kvadrati teng 4 kara gipotenuza. 4,5. To'g'rimi? Gipotenuzani uzunligi 4,5 ga teng bo'ladi. Ishdan hisob qo'ysam, hop 4,5 da 2 ko'paytirib yuborsam 9 18 bo'lsa 3 ildizda 2.